Mashinani qizdirish dvigatelni ishdan chiqaradi. Gap Ko'pchilikni qiziqtirgan savol. Mashinani haydashdan oldin qizdirish kerakmi, yo'qmi? Kelinglar shu haqida sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Bitta sodda yo'l bilan tushuntiraman. Bu har bitta motorni ichki qismida joylashgan porshin bo'ladi. Bu metall alyumindan bo'ladi. Alyumin sovuq haroratda torayadi, issiqda kengayadi. Shunaqa xususiyatga ega. Bilsanglar, bu gilzani ichida yuradi. Sovuqligida alyumin torayganligi uchun gilza bilan porshin orasidagi zazor kattaroq bo'ladi va bu harakatlangan payti ishqalanish kuchayib, porshinni yubkasini qirib qo'yadi. Bu natijada sizlarga eski porshin bilan solishtiraman. Yonidagi yubkasi yeyilib, xuddi mashinaga o'xshab sinib qolishi mumkin yoki eng kamida motoringlar moyiydigan bo'lib qolishi mumkin. Sizlarga yana bitta ma'lumot, mashinani qizdirganda moyga ham katta foydasi tegadi. Chunki moy sovuq holatda presadkalar ishlamaydi. Presadkalar qachon? 30, 40, 50 gradusdan keyin ishlaydi. Presadka bu o'zi nima? Presadka bu motorni nagarlaridan tozalovchi va ishqalanishi oldini oluvchi moddalar hisoblanadi. Bundan tashqari motorga to'g'ri moy tanlashni ham bilish kerak. Masalan, Cobalt mashinasini oladigan bo'lsak, yangi Cobaltlarga zavod tomonidan 0 dan 0 ga 20, 0 ga 30 va 5 ga 30 moylar tavsiya qilinadi. Agar probegingiz 150-200 dan oshiq bo'ladigan bo'lsa, biz tomonimizdan 5 ga 40, 10 ga 40 motorning holatiga qarab tavsiya beramiz. Agar siz mashinaga moy tanlashga qiynalayotgan bo'lsangiz yoki mashinangizning markasi boshqa rusumdagi bo'lsa, bizni sahifamizga obuna bo'lib, kommentariyaga plus qoldirsangiz, men o'zim sizga to'liq ro'yxati bilan tashlab beraman.